Inson tabiati o'zini boshqalar bilan doim taqqoslaydi. Bu narsa u eski qabilalar davridan beri bor. Instagram bo'lsa bu mexanizmni butunlay yangi formatga olib chiqdi. Endi siz o'zingizni nafaqat atrofingizdagi 50 kishi bilan, balki dunyoni eng chiroyli, boy, muvaffaqiyatli insonlar bilan taqqoslay olasiz. Har kuni, kerak bo'lsa har soatda. Instagramda hamma eng yaxshi momentlarini ko'rsatadi. Siz bo'lsa o'zingizni oddiy kunlaringizni boshqalarni mana shunaqa qaysidir kunidagi eng yaxshi momenti bilan taqqoslaysiz. Aslida bu juda ham adolatsiz taqqoslash. Lekin miya bunga e'tibor bermaydi va u faqat siz uchun men ulardan pastroq darajadaman degan xulosani beradi. 14-24 yoshlilar orasida Instagram eng salbiy ta'sir ko'rsatadigan ijtimoiy tarmoq deb hisoblangan. Tanasidan norozi bo'lish, oila, munosabat muammolari va kayfiyat o'zgarishlari bo'yicha. Buning yechimi internetdan to'liq chiqib ketish kerak yoki kirmaslik kerak degani emas. Instagramda siz odamlarning hayotidagi eng yaxshi lahzasini 1% ni ko'rasiz xolos. Qolgan 99% ni emas. Shuning uchun o'zingizga adolatli bo'ling. Gaplashamiz.